Alaykum hurmatli tinglovchilar. Ikkinchi mavzu, ya'ni o'rtacha tezlik. Ikkinchi mavzuni boshlaymiz. Bu yerda ya'ni o'rtacha tezlik uchun formulalar berilgan. Bu yerda ya'ni o'rtacha tezlik deganimiz butun yo'l davomida bosib o'tgan masofani shu vaqtga nisbati, umumiy vaqtga nisbati bilan aniqlanadi. Ya'ni bu yerda S1, S2, S3 bu umumiy S yo'lni 3 ta qismi bo'lsa, har bir bo'lagini bosib o'tish uchun ketgan vaqtlar T1, T2, T3 lar, ya'ni umumiy yo'lni bosib o'tish uchun har bir yo'lni qismlarini S1, S2, S3 qismlarini yig'indisini shu qismlarni bosib o'tish uchun ketgan sarf qilingan vaqtlar yig'indisiga nisbati bilan aniqlanadigan kattalik ekan bu o'rtacha tezlik. Bu yerda yana ikkinchi formulamiz bor. Mana bu ikkinchi formulamizda xo'p, ya'ni bu yerda formulani isbot qiladigan bo'lsak, agar deydi harakatlanayotgan jism yo'lning vaqtning birinchi qismida v1 tezlik bilan, vaqtning ikkinchi qismida v2 tezlik bilan harakatlanib qandaydir masofani bosib o'tgandagi uning o'rtacha tezligi o'rta arifmetik qiymatiga teng bo'ladi. Ya'ni buni isbot qiladigan bo'lsak, ikkala formulani bu yoqqa alohida ajratib oldim. Birinchi formulamiz, mana bu formulani isbotini ko'rsatib beraman. Bu yerda deylik jism qandaydir vaqtda, deylik vaqtni, mana shu vaqt desak, vaqtni birinchi ikki bo'lakka bo'lamiz. Vaqtni harakatlanish vaqti T1 vaqtda harakat qildi, ya'ni vaqtni yarmi T taqsim 2 bo'lsa, bu yerda T2 vaqt, ya'ni T taqsim 2, ya'ni vaqtni ikkinchi yarmida u birinchi yarmida v1 tezlik bilan harakat qilgan bo'lsa, vaqtni ikkinchi yarmida v2 tezlik bilan harakat qiladi. Xo'p, endi u butun vaqt davomida o'rtacha tezlikni hisoblab topadigan bo'lsak, ya'ni v o'rtacha teng bo'ladi S1 plus S2 T1 plus T2 formuladan boshlaymiz buni isbotini. Xo'p, bu yerda ya'ni S1 masofani bosib o'tdi v1 tezlik bilan T1 vaqtda. S2 masofani bosib o'tdi v2 tezlik bilan T2 vaqtda, ya'ni vaqtning birinchi yarmi, ikkinchi yarmi. Endi bularni vaqtni qiymatlarini qo'yadigan bo'lsak, v1 ko'paytirish T bo'lingan 2, v2 ko'paytirish T bo'lingan 2. Endi bu yerdan mana bu S1, S2 larni o'rniga mana ularni olib borib qo'yamiz endi. Ularni olib borib qo'ysak o'rniga, unda o'rtacha tezligimiz v o'rtacha teng S1 ni o'rniga v1 ko'paytirish T taqsim 2 plus v2 ko'paytirish T taqsim 2. T1, T2 larni o'rniga ham T taqsim 2 plus T1 ni o'rniga ham mana bu yerda T2. T2 ni o'rniga ham T taqsim 2 ni qo'ysak, bu yerdan yuqoridan T taqsim 2 ni qavsdan tashqari chiqarsak, bu yerdan ham T taqsim 2 ni qavsdan tashqari chiqarsak 1 plus 1 bo'ladi. Pastda v1 plus v2 bo'ladi. Endi bular qisqarib ketsa, ya'ni v o'rtacha tezligimiz teng ekan v1 plus v2 taqsim 2. Mana bu formulamiz. Qachon o'rinli? Qachonki harakat vaqti teng 2 ga bo'linganda o'rinli bo'ladi. Mana bunday teng 2 ga bo'linganda, mana teng 2 ga bo'linib turibdi. Mana shunda o'rtacha tezligimiz o'rinli bo'ladi. Endi bu bizlarni birinchi formulamizni isbot edi. Mana bu formula. Endi ikkinchi formulamizni isbot qiladigan bo'lsak, ya'ni bu ikkinchi formulamiz, mana bu ikkinchi formulamiz. Buni birinchi desak, ikkinchi formulamiz
ya'ni qandaydir s masofa berilgan bo'lsin, s masofa teng 2 ga bo'linadi, ya'ni s1 teng s bo'lingan 2, s2 teng s bo'lingan 2 bo'ladi. O'sha yo'lning birinchi yarmida v1 tezlik bilan harakat qilsa, ikkinchi yarmida v2 tezlik bilan harakat qiladi. Endi bu yerda t1 vaqt harakat qilsa, bu yerda t2 vaqt harakat qiladi ikkinchi yarmida. Endi o'rtacha tezlikni topadigan bo'lsak, u o'rtacha tezlik bu yerda yana shu s1 plus s2 t1 plus t2 o'rtacha tezlik formulasidan davom ettiramiz. Ya'ni teng s1 ni o'rniga s taqsim 2 plus s2 ni o'rniga ham s taqsim 2 ni qo'yamiz. Endi t1 ni o'rniga, t1 deganimiz bu t1 deganimiz, xo'p, bu yoqda yozib olamiz. t1 teng s1 taqsim v1 ga, t2 teng s2 taqsim v2 ga teng. Endi bu yerdan o'rniga qo'ysak, s1 deganimiz bu s taqsim 2 bo'ladi. v1 ni o'zi mana bu s1 ni o'rniga ham mana bu qiymatni, ya'ni s1 ni o'rniga mana bu qiymatni qo'ydim. Mana s taqsim 2 degan qiymat. Xo'p, endi s2 ni mana bu yerda s2 ni o'rniga mana bu qiymatni qo'yamiz, mana buni. Mana. Demak, shunda t2 ni o'rniga mana buni olib borib qo'ysak, s2 ni o'rniga buni olib borib qo'yamiz. Mana. Shunda formulamiz qanday bo'ladi? Mana bu yerdan plus deymiz, t2 ni o'rniga s2 taqsim v2 deymanda, s2 ni o'rniga mana bu s taqsim 2 ni qo'yaman. Bu yerdan endi yuqorida s bo'ladi, yarim s ga yarim s ni qo'shsak, bu yerdan s taqsim 2 ni qavsdan tashqari chiqaramiz. Qavs ichida nima qoldi? 1 taqsim v1 plus 1 taqsim v2 degan ifoda qoldi. Teng mana mahrajda turgan mana 2 yuqoriga chiqadi, mana bu yerga. Yuqoriga chiqsa 2, ya'ni 2 mana bu s bilan s qisqarib ketsa, mahrajda nima qoldi? 1 taqsim v1 plus 1 taqsim v2. Endi bularni umumiy mahraj beradigan bo'lsak, bunga ikkalasini ko'paytmasi umumiy mahraj bo'ladi. Ya'ni v1 ko'paytirish v2 umumiy mahraj. Mana bunga v1 v2 dan, mana bunga v1 dan umumiy mahraj beriladi. Ya'ni v2 plus v1 taqsim 2 yuqorida 2 bo'ladi. Endi mana bu yerdagi shunda xulosa qiladigan bo'lsak, v o'rtacha tezligimiz, ya'ni vaqt teng 2 ga bo'linganda v o'rtacha tezligimiz vaqt teng 2 ga bo'linganda v o'rtacha tezligimiz mana bunday bo'ladi. Ya'ni v o'rtacha teng mana bu v1 bilan v2 yuqoriga chiqadi, 2 ni yoniga ko'paytma bo'lib, v1 ko'paytirish v2 pastda v2 plus v1 bo'ladi. Ya'ni bu formulamiz qaysi shart bilan o'rinli? Bu formula mana bu yerda e'tibor bersangiz, yo'l teng 2 ga bo'lingan paytda mana bu formulamiz o'rinli bo'ladi. Bu yerda mana bu yerda vaqt teng 2 ga bo'lingan, ikkalasining farqi shu yerda. Ana. Vaqtda o'rta arifmetik qiymati to'g'ri keladi. Bunda mana bu formula mana. Xo'p, endi birinchi masalani boshlasak, birinchi masala, ya'ni bekatdan qo'zg'algan avtobus 2 minutda keyingi bekatga yetib bordi. Agar bekatlar orasidagi masofa 1800 metr bo'lsa, avtobusning o'rtacha tezligi qanday?
Ya'ni bizlarga berilgan vaqt t teng 2 minut ekan. 2 minut. Bu 120 sekund bo'ladi. Masofamiz s teng 1800 metr. Bu yerdan endi o'rtacha tezlikni so'rayapti. Bu o'rtacha. Ya'ni bu o'rtacha tezligimiz teng ekan s taqsim t. Bu yerdan qiymatni qo'ysak o'rniga 1800 metr bo'lingan t 120 sekund. 1:0 qisqaradi. 180 taqsim 12. Buni 6 ga qisqartirsak 30 taqsim 2 bo'ladi. Bu ham teng. Bu ham teng 15 metr taqsim sekund ekan. Xo'p, endi xo'p.